Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari, naslli paroda mana shunday chiroyligini boqaman degan shved ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 4-kuni payshanba 25-iyun 2026 Andijon viloyati Baliqchi tumani Polvonko'l qishlog'idan dehqon xonadonidan eng qiziq obunachilar, dehqonni xonadonini kutadiganlar obunachilarimiz ko'p bo'ladi. Xonadonidan sotiladigan bir bosh birinchi qoringa mana shu obunachilar shvedga gibrid smeshinli obunachilar bo'g'oz chiqib qoldi sotiladigan. Dehqon obunachilar bilasizlar, har doim aytamiz, videoga tushishni xohlamaydi. Shuning uchun yana o'zim chiroyli qizlarga yordam berishga harakat qilaman. Egasidan ma'lumotlarni olgan holatda do'stlar, mol obunachilar arqa ketlaridan bir qator ko'rib ko'rasizlar, kichkina mol emas ekan, birinchi tug'ma, birinchi qoringa. Tishi necha kurak ekan? Tishi 4 kurak ekan obunachilar. Mana urug'qa qo'ydirgan ekan akamiz, ko'rib bilib urug'qa qo'ydirganman dedi. Molni xudo xolasa tishi 4 kurak ekan mana. Yuvoshlari juda yuvosh. Odam borsa ham umuman indamayapti mana. Haligi yonidan qashlab bemalol borasizlar ekan do'stlar mana. Ko'ryapsizlar? Indamay turar ekan. Xudo xolasa endi tuqqandan keyin ham mana shunday tursa, baxtlaring endi mana. Ko'rib ko'rasizlar, kindillik hayotda tomirlari va obunachilar chiqqan. Xudo xolasa mana kuni qolgan varianti obunachilar kuni qolgan variant deganim akamiz aytayapti, bizning hisob bo'yicha 9 oyga o'tib oldi deyapti. 8 oydan yuqori 9 oyga o'tgan deyapti. Lekin deyapti 8,5 oy olaversin deyapti. Sababi novvoz tug'ib olishi mumkin. Mol aytgan kunimizdan 5 kundir, 10 kundir, 15 kundir chiqmay qolsa, yolg'onchi bo'lib qolmaydi degan maqsadda obunachilar shuncha mehnat qilib boqdik deyapti. Shu 8,5 oydan yuqori deyapsiz, endi shunga olaverasizlar ekan obunachilar. 8,5 oy emas, 8,5 oyga olinglar bo'pti obunachilar. Mana sizlarga akamiz bergan ma'lumoti bo'yicha obunachilar mana. Mana mana. Mana oq quloq, oq tumshuq do'stlar. Sifatlari chiroyli. Endi o'zlarining tuyoqlariga ham bir qator baho berib ketaverasizlar mana do'stlar. Tuyoqlari ham o'rtacha holatda, ayoqlari tik. Mol ariq emas, eniga ham, bo'yiga ham, gaziga ham uzun. Mana ko'rib turibsizlar, hali endi to'lishyapti deyapti mana. Do'stlar mana. Hayotda chandirli, xudo xolasa 15 taga yaqin sutni beradi. Endi o'zlaringni har doimida o'zlaringni oxirlaringda-yu, lekin chiroyli, sifatli obunachilar sigir ekan mana. Sigir bo'ladi endi xunojini. Xo'p. Bo'ylarini o'lchadim, o'zim o'lchadim, 1.31 chiqdi. 1.30 plyusga olaverasizlar obunachilar. 1.30 plyusga olsalaring bo'ladi. Bemalol 1.32 ga ham tortyapti. Men 1.31 olaverdim obunachilar, yarim santimetr, 1 santimetr. Endi yolg'onchi bo'lib qolmaydigan maqsadda sizlar uchun do'stlar shunaqa belgilab ma'lumotini aytyapman do'stlar. Mana do'stlar. Urug'ga qo'yilgan ekan mol katta, xudo xolasa yaxshilar bola beradi. Bola tug'sa ham xudo xolasa kamida bilyapsizlar, urug'ga qo'yilgan mollar 15 million tepasida bola tushadi, xudo xolasa tushiga ham mana. Endi avvalo baxtlaring, peshonalaring soni bitta, endi har doim mingta bo'ladi, bitta odamga nasib qiladi. Yaxshi niyat qilgani bo'lsa, kuzatib yurgani bo'lsa, xudo xolasa mana soni bitta. Iloji bitta odam olishga endi majbur buni. Mana. Ko'rish turishini qaranglar. Voy mashalloh mana. Sifatlari juda chiroyli holatda obunachilar mana. Tutaylari oq, to'ralar yerini ham bir xil razmerda mana obunachilar, ko'rib ko'ringlar. Haligi kichkina bo'lib, katta bo'lib, qo'sh haligi nima desa bo'ladi, qo'sh tutagan bo'ladi. Unaqa emas, tutaylari ham bir xil, old tushlari ham hayotda katta mana. Mana do'stlar, old ko'rinishlarini ham, tushlarini ham bir qator ko'rsatyapmiz obunachilar. Mana yonboshlardan olganda yaxshi sigir qilaman degan ishqibozi bo'lsa obunachilar, xudo xolasa mana chiroyli pullardan baraka topadigan, xudo xolasa novvoz tug'ib olsa bemalol pullarni to'lab beradigan bo'ladi bolasini o'zi inshaalloh 1 yil davomida. Akamiz buni olgan ekan, dehqon bo'lib. 19 million olganman dedingizmi?
19 millionga olgan ekan, mana 1,5 yilcha bo'pti. Olib kelib, urug' qo'yib, o'zi hafsala qilib, shu sigir qilaman deb olgan ekan. Endi zarurat hisobidan sotilyapti aka. Zarurat hisobidan sotilyapti do'stlar mana. Tepalaridan, katta yonlaridan ham tonlari yaxshi, xudo xolasa. Yeb ichish so'roq savolga o'ylanmaysizlar. Aka, yeb ichish so'roq savolni sinab olaman desa, nima deymiz? Bir haftasiga bir hafta obunashli sinab olaverasizlar, xudo xolasa. Mol deyapti, yeyishdan qolmaydi. Qanaqa narsani bo'lsa yeyish deyapti. Xudo xolasa mana chiroyli joyidan dehqon xonadon sizlarga shuni ilindik obunashlar. Kimga qiziq bo'lsa, biz bergan ma'lumotlar yoqsa do'stlar, ekranda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Buni yetalab bering deydigan obunachilardan chiqib qoladi. Yetalab beraveramiz sizlar uchun do'stlar. Lekin akamiz videoga tushishni xohlamadi. Mana. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansalaring, xudo xolasa chiroyli holatda sizlarga yetkazib, xudo xolasa olib beramiz deya olamiz ekan. Sababi dastavkasi yo'q ekan. Kelib ustida ko'rib, o'lchab, biz aytgan razmerlar, biz bergan ma'lumotlarga shu telefonda eshitib, solishtirib, ustida baho kirasini qilib, obunachilar naq puliga tuyog'ini tagida aka sanab olib ketaversin deyapti. Buni endi obunachilar bozorga olib chiqilmagan mol, uyda turgan, bozorga solgani endi bo'g'ozagan akamiz hijolat olyapti. Mashinaga olib chiqib turtinmasin deb do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 50 million so'm kami bor. Narx aytilaveradi, dehqon og'zidan qimmat narx chiqaveradi, lekin pul berish sizlarning ixtiyorlaringda. 1 so'm so'rasalaring, 2 so'm so'rasalaring ham xaridor sizlar obunachilar mana. Ishqibozi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Ekranda raqamlarga o'tkazgan, ketkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Bizga kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlar uchun sifatlilarini yanada ko'rsatib, sizlarga yetkazib berishda harakat etamiz do'stlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab ketaverasizlar obunachilar. Rahmat hammaga.